Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizning kanalda har kunlik valyuta kurslarini bilib olishingiz mumkin. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va like bosishni unutmang. Like bosgan sonni qo'llar Kabatullohni ushlasin. Bank.uz markazi 13-iyun kungi valyuta kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra dollar kursi 12.705.79 so'mni tashkil qilmoqda. Eng yaxshi sotib olish kursi Hayot Bank 12.700 so'm, Universal Bank 12.700 so'm, Anor Bank 12.700 so'm, Uz Sanoat Qurilish Bank 12.700 so'm, Capital Bank 12.695 so'mni tashkil qilmoqda. Eng yaxshi sotuv kursi Asaka Bank 12.750 so'm, Tingi Bank 12.750 so'm, Asia Alliance Bank 12.750 so'm, NBU Bank 12.750 so'm, Agrobank 12.760 so'mni tashkil qilmoqda. Rubl kursi 159.20 so'mni tashkil qilmoqda. Eng yaxshi sotib olish kursi Infinbank 150 so'm, Ipak Yo'li Bank 150 so'm, Capital Bank 149 so'm, Asia Alliance Bank 144 so'm, NBU Bank 140 so'mni tashkil qilmoqda. Rossiyadan pul jo'natmalari kursi Avosent, Paysent 155 so'm, Yubor 154.2 so'm, Tinkoff 147.6 so'mni tashkil qilmoqda. Yevro kursi 14.704.41 so'mni tashkil qilmoqda. Tenge 24.86 so'mni tashkil qilmoqda. Yuan 1770.35 so'mni tashkil qilmoqda. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.